mana shu jamoa bilan ishlash qanchalik muhimligi haqida gapirib o'tmoqchiman. Aynan biz turli xil jamoalarda ishlaymiz, ya'ni jamoadoshlarimiz bo'lishi mumkin. Bu turli xildagi, turli tabiatdagi insonlar bo'lishi mumkin, yoki umuman bizni sohamizga yoki umuman bizdan xarakteri, fe'l-atvori umuman boshqa bo'lgan jamoalarda ishlashga to'g'ri keladigan vaziyatlar bo'ladi. Aynan mana shu vaqtda jamoada lider bo'lishni xohlagan inson o'zida kuch topa olishi kerak butun boshli jamoani birlashtirishga. Demak, birinchi navbatda o'zimizdan kelib chiqib, ya'ni mana shu mavzuga sekin kirib boramiz. Ya'ni inson o'zi shaxsiy rivojlanishida birinchi bo'lib o'zini oldiga maqsad qo'yadi. Mana shu maqsad yo'lida keyinchalik yangi yo'nalishlarni belgilab oladi. Aynan jamoada ham shunday. Agar siz jamoa bilan samaradorlikni oshirmoqchi bo'lsangiz yoki mana shu jamoa bilan yutuqlarga erishmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda jamoa uchun maqsad belgilab olish kerak. Ya'ni bu jamoa nima uchun tuzildi, qanday vazifalarni bajaradi va shunga o'xshashgina eng asosiysi birinchi aniq maqsad belgilab olinishi kerak. Ya'ni rejalar tuziladi. Keyingisi har bitta jamoa a'zolarini rolini, ya'ni jamoa sardori bo'lgan inson, rahbar, yetakchi yoki lider bo'lgan inson jamoadagi har bitta insonni vazifalarini, bajarishi kerak bo'lgan ishlarni, ya'ni jamoadagi rolini aniq tushuntirib berish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha inson o'zi tushunib olishi kerak, jamoada aslida nima vazifa bajaradi, nima uchun jamoaga kerak va jamoa uni ya'ni qobiliyatlariga, uni xohlayotgan yoki o'zi kelajakda erishmoqchi bo'lgan maqsadlariga bog'liqmi, yo'qmi, mana shunga qarab inson jamoa tanlashi kerak. Ya'ni agar siz kelajakda erishmoqchi bo'lgan maqsadlaringiz yoki rejalaringizga umuman jamoani sohasi boshqacha bo'lsa, bu jamoada siz ya'ni o'sha g'oliblikka yoki biror bir muvaffaqiyatga erishishingizdan foyda sizga kamroq bo'ladi. Ya'ni siz shaxsiy rivojlanishingiz uchun, sizni o'zingiz yo'nalishingizda rivojlanishingiz uchun bu ozgina to'siq bo'ladi. Ya'ni boshqa soha, ikkita sohaga sizni fokus, ya'ni insondagi o'sha maqsadga bo'lgan fokus ikkiga bo'linadi va shuning uchun ko'pgina o'sha jamoalarga qo'shilishdan oldin o'zingizga qanchalik yaqin maqsadlaringizga shunga qarab jamoa tanlagan ma'qulroq. Keyingisi jamoaga maqsad qo'ydik, jamoada a'zolarning rolini tushunib oldik va undan keyingi bosqich bizda jamoadagi muammolarni ko'rib chiqish bo'ladi. Ya'ni jamoada qanaqa muammolar bor, jamoa a'zolari o'rtasida shaxsiy muammolar yoki umuman jamoaga yetarli bo'lgan sharoitlar bormi, yo'qmi, mana shu muammolar o'rganib chiqiladi va keyingi bosqichda o'sha shaxslar aro munosabatlarni yaxshilash kerak bo'ladi. Ya'ni jamoamiz 10 kishidan iborat bo'lsa, aynan mana shu jamoadagi har bitta insonni, o'sha jamoani rahbari, lideri, yetakchisi har bitta jamoa a'zosini o'rganib chiqishiga to'g'ri keladi. Chunki jamoadagi insonlar o'zini, jamoa a'zolarini qanchalik yaxshi bilsa, shundagina samaradorlik yaxshi bo'ladi. Bir-birini tushuna olgan, oddiygina misol, oilada har bitta inson bir-birini tushunadi, bir-birini xarakterini, qanaqa qobiliyatga egaligini yillar davomida o'rganadi va oilada muammolarni hal qilish shunga yarasha oson bo'ladi, bir-birini tushunish oson bo'ladi. Xuddi shu oiladek jamoada ham o'sha jamoa a'zolari bir-birini tushuna olishi kerak bo'ladi. Va yana bir narsani aytish kerak. Liderlikni qo'lga olgan insonda umuman olganda ko'pgina tomonlama mana shu lider har tomonlama bo'la olishi kerak. Vaqti kelganda jamoa nomidan qaror qabul qila olish, ya'ni to'g'ri va tez qaror qabul qila olish bu liderlarga xos bitta eng yaxshi xususiyatlardan biri hisoblanadi. Va yana bir narsani aytishim kerak. Jamoa bilan ishlashda, jamoani to'g'ri boshqarishda har bitta jamoa a'zosini, ya'ni qaysiki jamoada har bitta jamoa a'zosini fikri tinglansa, mana shu fikr inobatga olinsa, mana shu eng yaxshi jamoalar biri hisoblanadi. Keling endi o'zimni shaxsiy tajribalarimdan kelib chiqib, buni oddiy misollar bilan tushuntirib bersam. Aynan O'zbekiston Yoshlar ittifoqida Sardorlar kengashi bor. Maktablarda, sinflarda, viloyatda, respublikada Sardorlar kengashi a'zolari faoliyat yuritadi.
Aynan men ham mana shu Sardorlar kengashida, viloyat Sardorlar kengashida ittifoq sardor vazifasida, ya'ni o'sha maktabda o'qigan paytlarimda sardorlik vazifasini bajarganman. Tabiiyki, atrofimda turli xil xarakterli, hammani tabiat har xil bo'ladi. Mana shu bolalardan, ya'ni o'quvchi yoshlardan yig'ilgan jamoa bor va aynan mana shu jamoada judayam ko'p ba'zi paytda ziddiyatlar paydo bo'ladi. Ba'zi paytda jamoa a'zolarini tushunish qiyin bo'ladi. Ammo mana shu lider mana shu vaziyatda jamoani olib chiqib keta olishi kerak bo'ladi. Misol uchun qaror qabul qilish mana shu liderlarda yoki jamoani boshqarishda qaror qabul qilish eng qiyin vaziyatlardan biri deb o'ylayman. Ko'p ba'zida tavakkal qilishga ham to'g'ri keladi. O'sha lider jamoani vaziyatdan olib chiqib ketishi uchun o'sha kerakli vaqtda kerakli qarorni qabul qila olishi kerak. Ya'ni misol uchun aytaylik, lider bo'lmoqchi bo'lgan odamda ba'zi bir insonlarda bilim kuchliroq bo'ladi, ammo uni ko'rsatib berish, jamoaga yoki atrofdagi insonlarga yetkazib berish qobiliyati kamroq bo'ladi. Ba'zi insonlarda esa buni aksi. Unda ya'ni tajriba, o'zini fikrini bildira olish, jamoa bilan ishlash kuchli bo'ladi, lekin bilim tomonlama ozroq, ya'ni tashabbuskorlik, ya'ni ko'rsatib berishdan ko'ra bilim ozroq pastroq bo'lishi mumkin. Ammo haqiqiy liderlarni kuzatadigan bo'lsangiz, ham tashkiliy masalalar, ya'ni jamoatchilik sohasida ham bilim tomonlama kuchli bo'la olishi kerak lider degani. Lider bu aslida mana shu yetakchi, qobiliyatlarni ko'rsatib bera oladigan, ortidan o'sha har qanday jamoani ergashtiradigan inson lider deb ataladi. Liderlarning turlari bor, ya'ni tug'ma liderlar bo'ladi. Yoshligidan e'tibor bergan bo'lsangiz, kuzatgansiz hayotda juda ko'p sinfdoshlaringiz orasida yoki kursdoshlaringiz orasida yoki yoshlik paytingizni eslasangiz, ko'chada bolalar jamoalarida o'zi tug'ma liderlar bo'ladi, ya'ni boshqara oladi. Hech qanday qiyinchiliksiz o'sha bolalarni, misol kichkina bolalarni kuzatadigan bo'lsak, nimadir o'yin o'ynashmoqchi bo'lsa, o'sha o'yinni ketdik o'ynaymiz desa, butun bir jamoa o'sha o'yinni o'ynaydi. Demak, o'sha bola haqiqiy liderligini ko'rsatib bera olyapti. Bu tug'ma liderlarga kiradi, ya'ni hisobiga kiradi. Keyingisi maktabda yoki oliy ta'lim muassasasidagi jamoalarni olaylik. Bu jamoalarda ko'pgina misol uchun vaziyatlarga duch kelib yoki qanaqadir qiyinchiliklar, loyihalar yoki o'sha tadbirlar davomida shakllangan liderlik bo'ladi. Ya'ni turli xil vaziyatlarga tushganda o'rganib, qanaqa yo'l tutish, nimalar qilish kerakligiga e'tibor berib, o'z ustida ishlab, o'zidan lider, ya'ni liderlikni rivojlantirgan insonlar ham bo'ladi. Bu liderlarning ikkinchi turiga kiradi. Endi yana jamoaviy ishlashdagi yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Jamoaviy ishlash bu eng yaxshi ish, ya'ni samaradorlikni eng yaxshi usullaridan biri hisoblanadi. Bitta ishni agar menga topshirilgan vazifani bitta o'zim bajarsam, albatta jismoniy tomonlama ham ruhiy tomonlama bu qiyinlik qiladi. Ammo jamoa bo'lsa, mana shu agar jamoa bilan ishlay olsangiz, jamoaga mana shu vazifalarni taqsimlab berish va yana bitta eng muhim joyi bor. Jamoada siz eng kuchlilarni, ya'ni eng kuchlilarni yig'ish bu juda ham xavfli bo'ladi. Ya'ni qo'sh tirnoq ichida xavfli. Buni tushuntirib beraman. Misol uchun o'quvchi bor. Ikkinchi jamoa aynan mana shu matematikani yaxshi biladi va tabiiyki jamoa a'zolari o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Bir-birini fikrini inobatga olmaslik yoki bir-biridagi jamoada turli xil ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Bu nima orqali kelib chiqadi? Ya'ni eng asosiy jamoalarda 3 ta qiyinchilik bo'ladi. Birinchisi mana shu vaziyatlar to'qnashuvi. Ikkinchisi ya'ni talqin qilish, vaziyatni turli talqin qilish. Demoqchi bo'lganim, maqsad jamoa bitta maqsad qo'yadi, lekin 10 ta jamoa a'zosi bo'lsa, 10 kishi 10 xil fikrlaydi.
Ya'ni boshqa yo'llardan o'sha maqsadga yetib borish yo'llarini qidiradi va ziddiyatlar paydo bo'lishi mumkin. O'zini yo'lini to'g'ri deb biladi, ikkinchisi o'zini yo'lini to'g'ri deb biladi. Aynan mana shu vaziyatda lider inson o'zini qarorini va jamoa a'zolarini fikridan kelib chiqib, mana shu to'g'ri fikrni, ya'ni to'g'ri qarorni qabul qila olishi kerak. Bundan tashqari, jamoada yoki liderlar hayotida ko'p e'tibor beradigan bo'lsak, vaqtni boshqarish, time management, ya'ni vaqtni boshqarish bu juda ham katta rol, ya'ni ahamiyat kasb etadi. Mana hammada shunaqa savol bo'lgan bo'lishi mumkin. Oddiygina prezident misolida olaylik. Prezident lavozimida ishlaydigan insonlar bilamizki, juda ham ko'p vazifalar, juda ham ko'p joylarga tashriflar va juda ham ko'p mana shu siyosiy tadbirlarda, yig'ilishlarda umuman olganda kunni deyarli barcha qismida band bo'lishadi va shunaqa savol paydo bo'ladi. Qanday qilib ulgurish mumkin shuncha ishga bir kunni o'zida degan savol paydo bo'ladi va atrofimizda ham shunaqa insonlar bo'lishi mumkin. Bir kunni o'zida juda ham ko'p ishlarni bajaradigan insonlar bo'lishi mumkin. Va muvaffaqiyatga erishgan ko'p insonlarni ham kuzatsak, ular juda ham ko'p vazifalarni bir kunda bajara olishadi. Va mana shu hozir aytib o'tgan barcha vaziyatlarimni bitta yechimi va asosiy qoidasi bu vaqtni boshqarish. Ya'ni dangasaliklarni yoki erinchoqliklarni biz olib tashlab, o'zimizdan, fikrimizdan vaqtni boshqara olishimiz kerak. Aynan mana shu vaqtni boshqarish bo'yicha o'zimni shaxsiy tajribalarimdan kelib chiqib, sizlarga bitta usulni o'rgatmoqchiman, ya'ni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu usul, ya'ni kunni biz 4 qismga bo'lamiz. Ya'ni kunimizni 4 qismga bo'lganimizda kunni eng birinchi qismida inglizlarda shunaqa maqola bor, ya'ni nonushtaga hamma qanaqa tushuntirsam, qurbaqa hayvonini biladi, yoqimsiz, jirkanch insonlarga bir qaraganda insonni yoqimsiz his paydo qiladi. Aynan inglizlar iborasida ham nonushtaga mana shu hayvonni iste'mol qil degan iborasi bor. Bu ya'ni ramziy ma'noda sizga qiyinchilik tug'diradigan yoki o'zingiz bajarishni xohlamaydigan ishlarni kunni birinchi qismida tezda bajarib, undan tezda qutulish kerak degan ma'noni anglatadi aynan bu ibora. Endi keyingisi esa yana eng birinchi bajarishimiz kerak bo'lgan ishlar bu, ya'ni katta muammo yoki katta vazifani kichik bo'laklar bo'lib bajarish. Ya'ni birdaniga bajarishga bizni kuchimiz yoki imkoniyatimiz yetmasligi mumkin, ammo ana shu ishni jamoada taqsimlab, oz-ozdan, ya'ni vazifalarga o'sha har bitta insonga, jamoa a'zosiga bo'lib bergan holda bu ishlarni bajarsak samarali bo'ladi. Va kunimizni 4 qismga bo'lishda eng birinchi qismida agar kerak bo'lsa yozib olishinglar mumkin o'zinglar uchun. Birinchi qismida juda ham zarur, hozir bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni birinchi qismiga qo'yamiz kunni. Kunni ikkinchi qismida esa bajarilishi shart, lekin ayni paytda emas. Shunaqa ishlarimizni kunni ikkinchi qismiga qo'yamiz. Ya'ni u ishni bugun bajarishingiz shart, lekin ayni damda mana shu hozirgi vaqt doirasida bajarish emas, bugun bajarish kerak bo'lgan ishlarni ikkinchi o'rinda qo'yamiz. Va kunni 3-qismiga bajarilishi bajarsa ham bo'ladi, bajarmasa ham bo'ladigan ishlar bor. Misol uchun, bajarilishi kerak qachondir, lekin aynan bugun emas. Shunaqa ishlarni kunimizni 3-qismiga qo'yamiz. Va oxirgi 4-qismi bizda o'zimizni dam olishga sarflashimiz mumkin. Bu degani o'sha mashg'ulotlarni bajarish yoki bajarmaslik o'zingizga bog'liq. Ya'ni kunni oxirgi qismida xohlasangiz dam olsangiz bo'ladi, xohlasangiz qanaqadir qiziqarli faoliyat bilan shug'ullanishingiz mumkin. Aynan kunni shunaqa qilib rejalashtirib olish, eng muhimlarini birinchi bajarish, bu mana shu vaqtni boshqarishda bizga juda ham katta yordam beradi. Time management bo'yicha mana shu
fikrlarim shulardan iborat va hozir shunchaki tajribalarim bilan bo'lishishim mumkin, lekin sizlarda qanaqadir savol yoki qiziqishlaringiz bo'lishi mumkin. Qaysidir joyda tushunmagan yoki nimanidir haqida ma'lumotga ega bo'lish niyatida bo'lgan talabalar bo'lsa, agar iloji bo'lsa, hozir tashkilotchilarimizdan iltimos qilamiz, mikrofonlarni agar kimdadir savol bo'lsa, savol bersangiz, o'sha savollarga javob berishim mumkin va yana qo'shimcha ma'lumotlarni yana berib o'tib ketaman. Mastura bular bemalol ovozlarini yoqilgan, savol-javoblar, fikrlarini bildirishlari mumkin. Demak, marhamat, hurmatli ishtirokchilar, agar sizda mana shu jamoada ishlash yoki tanlovlarda ishtirok etish, mana aynan Yoshlar ittifoqi yoki umuman loyihalarda ishtirok etish bo'yicha yoki liderlik bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Faoliyatim doirasida javob beraman. Yoki savollarni guruhga yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Va ungacha yana bir ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Ya'ni jamoa bilan ishlashda bizda juda ham ko'p o'yinlar bor. Ya'ni jamoani mustahkamligini yoki jamoadagi a'zolar o'rtasida birdamlikni shakllantirish uchun juda ham ko'p energizer o'yinlar bor. Buni agar seminarlar offlayn bo'lgan tarzda bu o'yinlarni jamoa bilan birgalikda o'tkazib amalga oshirishimiz mumkin va hozir ishtirokchilar sizlarga savol bermoqchiman. Orangizda barcha jamoalarda ishlab ko'rgan, bu qanday jamoa bo'lishidan qat'iy nazar sinfdoshlar bo'ladimi yoki qaysidir o'zingizni sohangizga bog'liq bo'lgan yoki juda ham ko'p jamoalarda kundalik hayotimizda biz jamoada faoliyat yuritamiz. Va savolim, qanday o'sha jamoada qanday muammolarga duch kelgansiz? Mana shu haqida gapirsangiz va mana shu muammolar haqida ham shularga izoh berib, fikrlarimni aytib o'tib ketaman. Ya'ni siz o'sha hayotingiz davomida ishlagan jamoalaringizda qanaqa qiyinchiliklar yoki qanaqa ziddiyatlarga yoki to'qnashuvlarga duch kelgansiz? Kim o'zini fikrini bildiradi mana shu mavzuda? Mas'ula juda chiroyli fikrlar aytib o'tdingiz. Agar ishtirokchilarimizda hozircha qo'l ko'tarishmayapti, fikr bo'lmaydigan bo'lsa, o'zim bitta fikr beraman. Jamoa shakllantirishda qadar juda ko'plab jamoalarda ish faoliyatini yoki birgalikda loyihalar amalga oshirgan bo'lsak, jamoada birinchi narsa bor, jamoani ko'paytirishdan ko'ra, ya'ni siz bitta yangi jamoani tashkil qildingizmi, uni vaqt kelsa 1000 nafarga, 10 nafarga yetkazishingiz mumkin. 3 ta yoki 4 ta odamdan boshlagan holda, lekin eng katta mas'uliyat jamoa bilan ishlashda jamoani ko'paytirish emas, balki bor kontingentni saqlab qola olish. Ya'ni songa emas, sifatga ishlash, jamoani shakllantirishda, uni keyingi taraqqiyotdagi yo'lda eng katta ahamiyatga ega yo'nalishlardan bittasi hisoblanadi. Ikkinchisi, jamoani saqlab qolishda ishonch. Jamoani saqlab qolishda ishonch eng katta rol, eng katta ahamiyat o'ynaydigan narsalardan biri. Chunki birgina ishonchni yo'qotish butun boshli katta jamoani, katta kerak bo'lsa armiyani yo'q qilib yuborishga yetarli sabab bo'la oladi. Birgina ishonchni yo'qotib qo'yish. Shu bilan birgalikda jamoa bilan ishlashda shunday xarakter bor, bizga ustozlarimiz aytardi. 5 ta ahmoqqa qo'shilsang, 6-chi ahmoq sen bo'lasan. 5 ta aqlliga qo'shiladigan bo'lsang, 6-chi aqlli sen bo'lasan deydi. Haqiqatda jamoani tanlashda inson o'zida ham shunday narsa bor, hayotda o'ziga munosib ko'rish kerak ko'p narsani. Bu kibr emas. Chunki inson o'ziga masalan ko'chadagi qaysidir bir kashandani, qaysidir bitta narkoman yoki qaysidir bitta
jamiyatdagi illatni o'zi uchun kasb olgan insonlar bilan tenglashtirishda o'ziga munosib ko'rmasligi kerak. O'zini vaqti kelsa eng yuqori cho'qqida tasavvur qilish kerak hamda eng yuqori cho'qqiga munosib ko'rish kerak inson. Shundagina bitta natijaga erishadi. Jamoa bilan ishlashda ham jamoani ham eng kuchli jamoa deb ko'rish kerak hamda shunga munosib bo'lish kerak. Jamoaning har bir a'zosi. Shundagina katta natijaga erishish mumkin. Yakunisi ustoz masalasi. Haqiqatda jamoani yetaklovchi inson ustoz bo'ladi. O'ziga munosib ustozni tanlash, o'sha ustozning ko'rsatmalari bilan yurish jamoani yaxshi tomonga olib borsa bo'ladiki, yomon tomonga olib bormaydi. Xuddi shu jihatlar agar uyg'un bo'ladigan bo'lsa, jamoa eng kuchli jamoalardan biri bo'ladi. Judayam yaxshi fikrlarni aytdingiz. O'rinda bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Aynan jamoa tanlash bo'yicha aytib o'tganlaridek, jamoa tanlashda inson har doim o'zini darajasidan hech bo'lmaganda bir pog'ona balanddagi jamoani tanlashi kerak. Chunki olimlarning shunaqa, ya'ni faylasuflarning shunaqa gapi bor. Agar siz o'zingizdan kuchli jamoalar bilan bo'lsa, o'sha kuchli insonlarga o'xshashga harakat qiladi. Lekin o'zidan kuchsiz bo'lgan jamoada ish oson bo'ladi. Agar o'sha kuchsizlar jamoasiga qo'shilgan taqdirda insonda dangasalik, kibrlanish va o'sha harakatdan to'xtab qolish kabi yomon mana shu xususiyatlar fe'l-atvor yuzaga keladi. Shuning uchun har doim inson o'zidan kuchli jamoada bo'lishga harakat qilishi kerak. O'sha kuchli jamoada bo'lgan inson har doim izlanadi. Eng oxirida, ya'ni jamoadagi eng oxirgi a'zosi bo'lsa ham harakat qiladi kuchlilarga intilishga, kuchlilar bilan bir safda bo'lishga. Va yana bitta narsa bor. Mana jamoani kontingentini saqlab qolish deb aytib o'tdilar. Shu haqida ham bitta ma'lumot aytmoqchiman. Ya'ni o'zimni tajribamdan kelib chiqib, jamoada mag'lubiyatlar bo'ladi. Aynan mana shu mag'lubiyatlar doirasida, ya'ni mag'lubiyatlar davomida jamoani saqlab qolish, jamoa harakatdan to'xtab qolmasligi uchun harakat qilish ham bu eng asosiy ya'ni omillardan, ya'ni jamoada ishlashda o'sha liderni, o'sha jamoa yetakchisini asosiy vazifalaridan biri. Ya'ni jamoani birlashtirib turadigan kuch, har bitta a'zoni o'rtasidagi kuch bu o'sha jamoaning yetakchisi hisoblanadi. Va bitta misol aytmoqchiman. Aynan mana shu sardorlar yoshida faoliyat yuritganimda biz 5 yil viloyat sardorlar kengashida 5 yil faoliyat yuritgan bo'lsam, har yili tanlov o'tkaziladi. Ya'ni o'sha eng namunali hududiy sardorlar kengashi tanlovi tashkil etiladi. Bu tanlovda har yili yozda butun respublika bo'yicha viloyatlardagi sardorlar yillik faoliyati bo'yicha bellashuvda ishtirok etadi. Ya'ni o'sha yil davomida qilgan faoliyatini ko'rsatib beradi va mana shu g'olib jamoalar yilni o'sha eng yaxshi jamoasi deb topiladi. Va mana shu 2016-yildan mana shu 2022-yilgacha bo'lgan oralig'ida mana shu tanlovda biz jamoamiz bilan qatnashgan bo'lsak, 5 marta yutqazganmiz. Ya'ni mana shu 2022-yil biz g'olib bo'ldik, ammo unga qadar biz har doim yutqazganmiz. Ammo jamoa tarqalib ketmagan. Jamoa shu qadar, ya'ni bir-biri bilan jipslashib, maqsad aniq qo'yilgan va mana shu o'zining maqsadlarini belgilab olgan jamoa a'zolari o'zini jamoadagi vazifasini yoki o'zini jamoaga qanchalik kerakligini his qila olsa, aynan sizni jamoangizda ham har bitta inson o'zini vazifasini yoki o'sha o'zini jamoasi oldiga qo'ygan maqsadni to'g'ri belgilay olsa, mana shu mag'lubiyatlarda ham jamoa tarqalib ketmaydi. Bu nafaqat jamoada, balki shaxsiy o'zingiz harakat qilishingizda ham bu eng katta qoidalardan bittasi. Hech qachon taslim bo'lmaslik. Ya'ni hamma taniydigan Jek Ma bor, ya'ni dunyoga mashhur biznesmen. O'sha juda ham ko'p ham ko'p marta uni o'qishga qabul qilishmagan, juda ham ko'p marta uni rezyumlarini ishxonalarga qabul qilmasdan qaytarishgan. Lekin hozirgi kunda uni butun dunyo taniydi. Sababi u ana shu mag'lubiyatga uchragan vaqtida
ortga chekinmasdan, ya'ni o'zini oldiga qo'ygan maqsadi aniq va mana shu maqsad uchun borini berishga tayyor bo'lgani uchun ham butun dunyo bugungi kunda uni tanyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan jamoada ham sizni o'zingiz yakka harakat qilganingizda ham maqsad eng katta nuqta bo'lishi kerak. Ya'ni qanchalik aniq va chin dildan xohlab katta maqsad qo'ysangiz, sizda harakat ham shunga yarasha bo'ladi va yana bitta o'sha Alkimyogar asarida shunaqa yozilgan: agar chin dildan qilgan orzungiz uchun harakat qilib, chin dildan xohlasangiz, butun dunyo ham siz uchun harakat qiladi shu orzungizga yoki maqsadingizga erishishingizga deb shu asarda o'qiganman. Ya'ni mana bizda ham juda ham ko'p haqiqatdan chin dildan xohlab, chin dildan niyat qilinsa, ya'ni Alloh ham shu narsani beradi. Bu ya'ni niyatlarga ham bog'liq va bu bilan birgalikda harakatlarimizga ham bog'liq. Bunga oddiygina misol sizlarga aytib beraman yana bitta, tushunarliroq bo'lishi uchun. Ya'ni juda ham ko'p insonlar aytadi, g'olib bo'lish qaysidir loyihada yoki maqsadlar qo'yish, erisha olmagandan keyin insonda shunaqa fikr paydo bo'ladi. Shunchaki maqsadligicha, shunchaki orzuligicha qolib ketmasligi kerak insonda o'zining maqsadi yoki qilgan niyatlari. Bitta misol, mana maktabga borgan vaqtimdan boshlab, bilsanglar, hammamiz bilamiz, 4-sinfdan boshlab sinfdan sinfga o'tgan imtihonlar bo'ladi. O'sha birinchi marta 4-sinfda sinfdan sinfga o'tadigan imtihonlarda 5 baho olganim uchun o'sha maktablarda ozod qilinardi o'quvchilar. Aynan o'sha imtihonlarda ozod bo'lganman va 11-sinfgacha biror marta sinfdan sinfga o'tadigan imtihonlarda ishtirok etmaganman. Chunki yoshligimda shunaqa niyat qilganman. O'sha 4-sinfda imtihondan ozod bo'lgandan keyin Xudo xohlasa o'qishga ham imtihon topshirmasdan kiraman. O'sha endi grant yutib olaman yoki aynan shunaqa fikr qilmagan bo'lsam, imtihonsiz oson kiraman degan niyat bo'lgan va mana yillar o'tib oradan biror marta imtihon topshirib, o'sha maktabda imtihon topshirmagan bo'lsam, mana shu harakatlar yoki mag'lubiyatlar natijasida mana shu o'qishga ham imtiyozli ravishda, endi maqtanishmasin, lekin mana shu aytib berapman, boshimdan o'tgan, tajribamdan o'tganini, shunaqa niyatga bog'liq bo'ladida. Bugun ham mana shu aynan hozir o'qishga grant asosida imtihonsiz qabul qilindim. Demoqchi bo'lgan narsam bu, inson o'sha qanchalik o'zini oldiga katta maqsad qo'ysa va buni chin dildan xohlasa, albatta amalga oshadi. Va eng muhimi, niyat qildim, maqsad qildim chin dildan, endi amalga oshadi deb kutish emas, bor kuchi bilan harakat qilish kerak. Ya'ni harakat qilsangiz, intilsangiz, bu albatta hammasi o'z natijasini beradi. Eng asosiysi shu dangasalikni yo'qotib, ko'proq harakat qilib, o'z ustida ishlash. Bu aynan jamoada ham, inson o'zi uchun ham, shaxsiy rivojlanish uchun ham, jamoani rivojlanishi uchun ham o'z ustida ishlash bu eng katta, ya'ni muvaffaqiyatga erishishi sirlaridan bittasi. Buni ko'p usullar bor o'z ustida ishlashni. Kimdirlar ko'proq kitob o'qib o'zini ustida ishlaydi, kimdirlar ya'ni atrofdagi insonlarni kuzatib yoki yangiliklarni ko'rib, o'sha yangiliklarni o'rganishga harakat qiladi. Buni yana boshqa yo'llar bor. Misol uchun, muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan ko'proq suhbatda bo'lish kerak. Ularni mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda bloglari yoki YouTube'da vloglar joylashadi, videolar. Aynan mana shu orqali kuzatib, ular nimalar bilan shug'ullanyapti, qanaqa tajribalarni bo'lishib boryapti. Aynan bu ham kundalik hayotimizda hozir hammada telefon yoki ijtimoiy tarmoqlardan foydalangani uchun shuni aytyapman. Ya'ni kunimizni ko'pgina qismi mana shu ijtimoiy tarmoqlarga sarflanib ketadi. Aynan mana shu vaziyatda biz o'zimiz uchun foydali bo'lgan kontentlarni ko'rishimiz, ya'ni oddiy qilib aytganda, bekorchi narsalardan ko'ra shu foydali insonlarni, ya'ni muvaffaqiyatga erishgan insonlarni kuzatsak, ulardagi o'sha energiyasi yoki ularni harakat qilishi, maqsadga intilishidagi o'sha harakatlari bizga ham sekin-asta odatga aylanadi. Mana shu liderlikni rivojlantirish bo'yicha o'zimdagi ba'zi bir tajribalarni berishga harakat qildim.
Agar sizda savol bo'lsa, javob beraman. Hop, Maqsuda mana Hakimboy va Dilobar ismli talabamizda savol bor ekan. Mikrofoningizni yoqdim, Dilobar. Assalomu alaykum. Dilobar, mikrofoningiz yondi. Hop, shu bilan birga agar bu kishimdan o'sib bo'lgungacha kommentariy qismida savollar yo'llanyapti. O'qidingizmi, Maqsuda? Hop, savollardan biri: Assalomu alaykum. Savolim, siz kunlik rejalar tuzsangiz, kun davomida barchasini bajara olasizmi? Dangasalik degan kasallik sizda ham bormi yoki faqat mendami degan savol keldi. Rahmat. Juda ham yaxshi savol bo'libdi. To'g'risini aytganda, dangasalik bu har bitta odamda bor. Ya'ni bu inkor etib bo'lmaydi. Chunki har bitta inson dam olgisi keladi yoki o'sha vazifalardan, darslardan charchagan vaqtda dangasalik bo'ladi hammada, lekin uni yengish, uni yengib chiqib ketish bu o'sha insonni qanchalik irodaligiga bog'liqda. Ba'zi vaziyatda dangasalik menda ham bo'ladi, lekin o'sha paytda xayol qilib ko'rish kerak. Hozir dangasalik qilib mana shu ishlarni chetga suradigan bo'lsak, bizni o'z-o'zidan o'sha dangasalik bizni yengadi. Shuning uchun iloji boricha harakat qilish kerak dangasa bo'lmaslikka. Buni eng bitta yaxshi sababi o'sha kunni rejalashtirib olgandan keyin, agar sizda kun davomida rejalaringiz o'sha kun davomida to'liq bo'lsa, ya'ni kunni har bitta qismiga o'zingiz uchun vazifa belgilab olgan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa dangasalik bo'lmaydi. Chunki o'sha dam olishga, o'sha ishlarni qoldirishga sizda vaqt bo'lmaydi. Va kunni taqsimlash bo'yicha tan olib aytaman, har kunlik rejalarimni yozmasam ham haftada 2 marta, 3 marta yozib rejalashtiraman. Asosan bir haftalik ishlarimni rejalashtirib olaman, lekin har kuni o'sha uyquga ketishdan oldin yozmagan taqdirimda ham xayolan rejalashtirib olaman. Ya'ni ertaga birinchi turib shu ishni qilaman, undan keyin bunisini, keyingi navbat qilib shunaqa qo'yib olaman rejalarimni. Agar bir vaqtni o'zi o'sha kunni rejalarimni rejalashtirib olmasam, hamma ishlar bir vaqtga tiqilib qoladi. Ya'ni bir vaqtda bajarishga to'g'ri keladi va bunda ish samaradorligi tushib ketadi. Ya'ni sizni 3 ta qilmoqchi bo'lgan ishingiz bir vaqtda bo'lib qolsa, 3 tasidan ham hech qaysi birini qilishga ulgurmaysiz. Shuning uchun kunlik rejalarni yozish bu eng yaxshi usul dangasalikni yengish uchun. Va kunlik rejalarni to'g'ri yoza olish, yozmagan taqdiringizda ham hech bo'lmaganda rejalashtirib olishingiz kerak kuningizni. Shunda hamma sizga ulgurib, kuningiz to'g'ri taqsimlangandan keyin dangasalikka ham hojat qolmaydi. Savolingizga javob bera oldimmi? To'liq javob berdimmi? Ha, rahmat kattakon. Hammasiga to'liq javob oldim. Rahmat. Ishtirokchilar, xayrlar, mikrofonni yoqib yoki kanalimizning kommentariy guruhida bemalol Mastur, hozir imkon boricha hammani mikrofonni yoqib chiqaman. Savol borlar bemalol berishaveradi. Va yana kommentariyada savol kelibdi. Hozir shunga javob beraman. Abdurahimovadan savol kelibdi. Menda ham savol bor. Jamoani shakllantirishda har bir jamoa a'zosini ahil bo'lishi uchun, ya'ni jamoaga qiziqishni oshirish uchun qanday usullar bor? Jamoa a'zolarini birlashtirish va jamoa a'zolarida qiziqishni bo'lishi bu avvalo o'sha har bitta jamoa a'zosini birinchi navbatda o'ziga bog'liq bo'ladi. Chunki maqsad, mana shu jamoaning maqsadi bo'ladi. O'sha maqsad yo'lida birlashgan jamoa bo'lsa, bunda hech qanaqa qiyinchilikka duch kelmaysiz. O'z-o'zidan har bitta a'zo o'sha maqsadga intiladi va o'zini qiziqishidan kelib chiqib, tabiiy holatda hamma bir-biri bilan o'sha bitta maqsad
ya'ni bu qaysidir vaziyatda jamoalarga bo'lingan yoki qaysidir vazifani bajarish uchun berilgan guruhlar bo'ladi. Aynan bu guruhlarda eng birinchi navbatda jamoa a'zolari ahil bo'lishi uchun endi buni aniq bir qonun qoidasi yoki boshqa bir qanaqa desam qonun qoidalar yo'q, lekin o'zimni tajribalarimdan kelib chiqib aytaman. Jamoa a'zolari qanchalik bir-birini yaxshi bilsa, ya'ni ko'proq suhbatlashsa, jamoa ilk bor mana shu jamoa yig'ilganda bir-biri bilan ya'ni tanishish davrasi bo'lishi kerak. Tanishgandan keyin jamoa yaxshilab bir-biri bilan bir-birini tushuna olishi uchun va aytib o'tganimdek ijtimoiy tarmoqlarda yoki Google'da qidirsalaring jamoani bir-biriga o'sha jipslashtirish, ya'ni birlashtirish uchun boshqa chet el mamlakatlarda juda ham ko'p o'yinlar yoki loyihalar tashkil etiladi. Aynan mana shu tajribalarni sinab ko'rish kerak jamoada va jamoa a'zolarini har bittasi bilan alohida suhbatlashib, ularni xarakterini o'rgangandan keyin mana shu jamoa a'zolarini xarakteridan kelib chiqib ish tutilsa, jamoa a'zolari yana qiziqishlarini oshirish uchun qanday usullar bor deyishibdi. Misol uchun uni o'zingizni olaylik. Agar siz bitta sohani maqsad qilsangiz, oddiygina o'qishga kirish aytaylik. Agar siz o'qishga kirishni maqsad qilgan bo'lsangiz, sizni qiziqtirish uchun sizga hech qanaqa ortiqcha tashqi ta'sirlar kerak emas. Siz o'z-o'zidan o'sha o'qishga kirish uchun o'sha ishga qattiq bel bog'laysiz. Jamoada ham xuddi shunaqa. Jamoa a'zolari agar o'sha maqsad qilgan bo'lsa, jamoada samaradorlikni oshirishni maqsad qilgan bo'lsa, ularni hech qanaqa qiziqtirish yoki ularga tashqi ta'sir ko'rsatish kerak emas. Agar jamoada qiziqmaydigan insonlar, ya'ni jamoa a'zolari bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi jamoada bo'lmagani ma'qulroq. Chunki mana shuncha jamoada ishlagan bo'lsam, qiziqmagan inson qancha siz harakat qilganingiz bilan, qiziqtirishga harakat qilganingiz bilan o'zini ichidan harakat bo'lmasa, o'zi xohlamasa, jamoada ishlash qiyin. Shuning uchun eng birinchi qadam jamoa yig'ilayotganda, jamoa to'planganda qiziqadigan, o'zi chin dildan xohlaydigan, harakat qiladigan insonlarni jamoaga olish ma'qulroq deb o'ylayman. Savol uchun rahmat. Yana kimda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol mikrofonlarni yoqib berishmangiz mumkin. Yoki yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Mastura, hop, o'qish ta'tilidan qaytilyapti deyarli talabalar qanday loyihalar yoki qanday yangi tashabbuslar kutyapti? Tomoningizdan bilaman, tinib ichmaydigan odamlardan birisiz. Qanday loyihalar mo'ljallab turibsiz? Albatta ko'pchilik xabari bor. Talaba yoshlar munozara klubini ham jonlantirib, yangi o'yinlarni dekabrga mo'ljallagandik, ulgurmadik. Endi uni ham tashkil qilamiz. Yana qanday loyihalar bor viloyat bilan hamkorlikda yoki respublika bilan? Albatta, talabalar ta'tildan qaytgandan keyin juda ham ko'p yangiliklar bor. Talabalar uchun rejalashtirgan loyihalarimiz ko'p. Bularni endi qanaqa desam, loyihalarni ya'ni bizda oliy ta'lim muassasasi yangi bo'lgani uchun juda ham ko'p talabalar hali oliy ta'lim muassasasini muhitiga moslasha olmagan bo'lishi mumkin yoki hali ham mana shu jamoalarga qo'shilib, bir-birini tanib, o'sha talabalar bilan do'stlashmagan bo'lishi mumkin. Bular uchun rejalashtirayotgan, ya'ni talabalar uchun o'sha aynan mana shu bugungi mavzuyimizga ham bog'liq jamoa bilan ishlash yoki talabalarni o'sha birlashtirish uchun ko'pgina loyihalar bor. Ko'pgina Yoshlar ittifoqida, ya'ni O'zbekiston Yoshlar ittifoqi yoki umuman
viloyatimizdagi tengdoshga tamoyil asosida uchrashuvlar tashkil etish yoki talabalar o'rtasida mana shu har xil bugungi kundagi zamonaviy sohalardan kelib chiqib, ular o'rtasida tanlovlar tashkil etish rejamizda bor. Juda ham ko'p rejalar bor. Rejalarni aytib qo'ysa sirligi qolmaydi deydi-yu. Talabalar kelgandan keyin loyihalarda ishtirok etib, mana shu loyihalarda qatnashish imkoniyati bo'ladi. Asosiysi o'sha aytib o'tganingizdek munozara klubini tashkil etamiz va hamma sohada o'sha talabalar o'rtasida klublarni tashkil etish maqsadimiz bor. O'sha hamma talabalar qiziqishlaridan kelib chiqib, doimiy tarzda loyihalarni tashkil etamiz. Va yana bitta eng katta rejalashtirayotganimiz mana shu o'qish boshlangandan beri biz buni harakatidamiz. Ya'ni institutdagi eng faol talabalar jamoasini yig'ish, ya'ni faol bizni mana shu talabalarimiz armiyasini yaratish. Bu degani Liderlar mana shu jamoasi. liderlar jamoasini yaratish, buni o'sha jamoaga qo'shilish istagida bo'lgan har bitta o'sha talabalar o'qish boshlangandan keyin mana shu guruhlarda yoshlar yetakchilari bor, bizga yoki mana shu ma'naviyat bo'yicha mas'ullarimizga uchrab, mana shu jamoamizda qo'shilish istagida bo'lganlarni bir jamoaga yig'amiz va mana shu jamoa bilan birgalikda yangi loyihalar, yangi tashabbuslarni amalga oshiramiz. Bu mana shu yaxshi yangiliklardan bittasi. Xolos, albatta ertandan 11-yanvardan boshlanyapti ta'lim. Amaliyotdagi amaliyotlarga, agar amaliyot yo'qlar o'qishga qaytishadi. Xolos, yanvarda oxirigacha imkon bo'lsa o'sha aytganimiz birinchi munozara turnirini bittasini o'tkazib, kamida 4 ta yoki 6 ta jamoa bilan birinchi sonni o'tkazadigan bo'lsak, shu ham bitta saralash bo'ladi. Mas'ura sizga taklif sifatida beraman, xolos taklif, xolos tavsiya sifatida qabul qiling. Mana shu yanvar, fevral oylari davomida o'tkaziladigan tanlovlarimiz bizga liderlar jamoasini yig'ish uchun bitta o'ziga xos avro, o'ziga xos atmosfera vazifasini o'taveradi. Shu tanlovlar davomida o'zi sekin-sekin ajralib chiqqanlarda alohida bitta komanda shakllantiriladigan bo'lsa, ham talabani o'zi uchun foyda, o'zini o'sha o'ziga xos xususiyatlari, kreativligi, notiqlik san'ati, nutqini rivojlantiradi, ilmiy salohiyati, tashabbuskorligini oshiradi. Shu bilan birgalikda institutimiz uchun ham o'ziga xos bitta alohida yoshlar jamoasi bo'ladi. Bilasizlar, institutimiz yoshlar jamoasini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, mana shu loyihalarda munozara yoki liderlar jamoasida qo'shilish istagida bo'lgan hamma talabalarni biz shu bevosita qabul qilamiz, loyihalarda g'oliblarni. Va yana bitta asosiy, toki mana shu amaliyotlar yoki mana shu hozir 1-yanvardan o'qish deb e'lon qildi. Bizda mana bu aynan mana shu kanal yoki boshqa kanali institutimizda faoliyatini yuritadi. Izohlarda o'zinglarni fikringlarni yozib qoldirsanglar, talabalar uchun onlayn qanaqa musobaqalar yoki tanlovlar, biz hozir yana bitta aytib o'tib ketmoqchiman. Keyingi haftada onlayn olimpiadalar ya'ni tashkil etmoqchimiz. Aynan qaysi fanlar bo'yicha yoki qaysi yo'nalish bo'yicha bo'lishini sizlarda agar takliflar bo'lsa yozib qoldirsanglar, shu mavzuda biz savollarni beramiz va hamkorlar tomonidan o'sha har bitta g'olib ishtirokchilar sovg'alar bilan taqdirlanadi. O'zinglarning takliflarni yozib qoldirsalaring, umumiy bitta xulosaga kelib, sizlar uchun qiziqarli bo'lgan, sizlar uchun foydali bo'lgan loyihalarni tashkil etishda davom etamiz. Bugun sizlarga deyarli hamma aytmoqchi bo'lgan tavsiyalarimni, o'zimni fikrlarimni berib o'tdim. Vaqtinglarni ayamasdan ishtirok etganingiz uchun har biringlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va Ramzin aka, sizga ham rahmat tashkil etganinglar uchun ushbu loyihani. Katta rahmat Mas'ura. Loyihamiz xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin. Shunaqa yoshlarimiz Xudo xohlasa saflaring kengayib, institutimizda viloyatda, nafaqat viloyatda, vaqtgacha respublikada ham birinchi o'ringa olib chiqadigan yoshlar komandasini shakllantirish hammalarga nasib qilsin. Xursand bo'ldim, o'zingizdan ham ancha.
Rahmat. O'zimda ham hali to'g'risi mana shu o'qishga kirganimdan beri hali institutimizdagi talabalar jamoasi bilan ishlab, bunaqa loyihalarda ishtirok qatnashganim va o'qishga qaytgandan keyin Xudo xohlasa hamma talabalar bilan ko'rishamiz degan umiddaman. Agar qanaqadir takliflar, savollar, fikringlar bo'lsa, o'zimni o'sha shaxsiy ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishingiz mumkin. Telegramda ham o'sha Mastura Nabixonova deb yozsanglar, shu joyda aytib kerak, chiqadi. Bemalol loyihalarda yoki mana shu ishtirok etish bo'yicha savolinglarga har doim javob berishga harakat qilaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Katta rahmat Mastura, sizlar salomat bo'ling. Barcha ishtirok etganlarga katta rahmat.